Shunday qilib, 2023-yilning 4-avgust kuni Moskvaning CSKA klubi Abbosbek Fayzullayev bilan 3 yillik shartnoma imzolagani haqida e'lon qildi. Futbolchining Moskva klubi safiga transferi va uning atrofidagi xabar va yangiliklar uzoq vaqt davom etib keldi. Eng katta sabab deb CSKAning ehtiyotkorligini aytish mumkin. Salkam 2 yil ichida o'tgan 4 katta turnirdan so'ng futbolchining o'zini aytishiga ko'ra, Abbosbek o'z karyerasining rivojidagi keyingi qadamni qo'yishga tayyor bo'lgan. Sizga tanish bo'lib qolgan ishonchli manbalarning xabar berishicha, moskvalik klub Abbosbekni birinchi ijaraga olishni xohlagan. Lekin keyinroq to'laxonli transfer haqida rasmiy taklif yo'llashgan. Paxtakor esa o'z o'rnida Osiyo Chempionlari Ligasiga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Jamoa bosh murabbiyi Maksim Shatskix futbolchini jamoada qolishini, Abbosbekni asosiy tarkibda ko'rayotganini aytib, futbolchini jamoada qolishini xohlagan. Bir so'z bilan Toshkentlik klub o'zining yosh va umidli xonandasini to'ylarga zakaz qila olasizlar bemalol. Yosh va iqtidorli futbolchini qo'yib yuborishni istamagan. Men topgan ma'lumotlarga qaraganda, Fayzullayev shartnomasidagi klausula 500 ming yevroni tashkil etib, futbolchining shaxsan o'zi shartnomasini sotib olgan. Ya'ni ukamiz o'zi tarbiyalangan klubga 500 000 yevro miqdorida pul olib keldi. Melodis.